Chunki zakot o'zini joyini topmayapti-da. Qaytdagi bir ablahlarni xonadoniga kirib boryapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Endi qarangki, nima bo'ladi hojaga desa, uyingizni men sotib olganman debdi. Hoja aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida $300,000 joy bu. Unaqa $10,000 emas, bor xohlagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi haydab yubordi. Eshik tagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin, nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab, gursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insult bo'lib qoldi. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yuboribdi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi. O'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat shu magazinchiga berasan, men o'lganimda yuvib kafanlab masjidga namoz o'qigani chiqib ketilayotgan paytda magazinda oldiga to'xtaginda shu xatni magazinchi hojiga berib qo'ydi. Dada, hali yoshsiz, tuzalasiz, qancha odam tuzalgan bu kasaldan. Siz yoshingiz katta bas bo'lsa, o'lim haqqa o'g'lim. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa bir kun emas, bir kun o'limni men totaman-ku. O'g'liga taskin beribdi. 2 kun o'tgandan keyin hoji aka o'libdi-da. Yuvilib, kafanlanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib yetishyapti. Magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hoji akaga berib qo'ying xatni deb yugurib kirib hoji akani chaqirsa chiqibdi. Dadam shu xatni sizga beruvdilar, o'qirkansiz. Shunday xatni ochib o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hoji aka ancha munchaga yiqilmasa-da, bu xatda nima deb yozilgan ekan deb xatni ochib o'qisa, xatda yozilgan ekan. Hoji aka, siz aytgandek men bu dunyoda boradigan odam topolmadim oldiga. Hech kimga bir gapni gapira olmay qoldim. O'zini huzuriga ketyapman, haqni huzuriga. Ilojini qilsangiz bormen debdi-da. Kim ilojini qilolmaydi? Kim ilojini qiladi, bormas deydi. Orqasidan mana ketdi-yu asrga to'g'rilab.